Heyetlik salamlarımız Xoten Gomu'dan, Örük Homu'dan, yakındaki Bovo Momu'dan başlansın. Momamne, heyetlik oyemlik yoklap çıkımız. Aymanlar mübarek olsun ey sadağın gideyle. Kettik. Bizden illiqlikka çökegen, taramçıranda kökegen momamның höydesi. Momam! Mübarek olsun aymanlara. Mübarek olsun. Aymanız mübarek olsun. Yaxshi, rahmat. Kichkapam bo'ldi. Rahmat. Oldimni baqla. Sizga yepilib o'tgan yaxshilarning to'lg'iri. Sizga yelib keldim, Yipak yo'lni o'ldir degandek, Yipak yo'li borini o'ldir. Aymangiz muborak bo'lsin. Shuningir olsun. Mama, aymangizga muborak olsun. Sağ bala. Zaman bir görsün. Balam mı yaxshi? Aymanga muborak olsun mama. Kelin çö kelin. Kelin mi yaxshi? Dit otqanimdan hammasi dutta bilan naqshi. So'rasam balam kelin hammasi yaxshi. Yaxşı. Mana derazadan tushayotgan hammasi yo'riq. Mening momam dunyodagi birinchi o'riq. Mana momamni aytganini kuldirmiz. Ayam muborak. Hammanglarning aymanglar muborak olsun. Zaman bir görsün. Yine selamet ömrün uzun. O Shuningir olsun. nim bilanlar tugamaydi o. Uyimizning ostida toshni yasagan uli. Yanchiqda tayyadi nevrlarning puli degandek nevrlarning yetlik puli. Hayır, rahmet. Yesim bunimi az deydi o, finsola az deydi. Bir olsan o bala. Ötüqana hammasi bor bilan yoz deydi o. 100 so'mni bersam uni finsolarim az deydi. Bersangiz mamnun 1000 so'm deb endi pulni men tillaydi. Uygur olsun. Rahmat mama, rahmat. Çok başka Yetti bir vatsa. Rahmat. Aymanglar muborak olsun. zaman bir Osman, azam edmetçiligim. Yipak yo'li bari ullurni 10 kilo. Azam edmetçiligim, hetligim. Dadamla hadisi Amici opam bo'ldi. Amici opam turmushga boshlarini cho'kir ketdi. Pultobaga hetligim qizildi, bishil ko'kir ketdi deb hetligim bishil sal ko'kirib oldi 50 so'm bo'p. To'g'richangda ishlar yaxshi bo'lib ketdi. Buningki qizillar jiqiydi. Sen aman bolsanlar bala. Ha. Yaxşı işler aldığımızda yaman işler kendimizi taşlap oynap gülüp başta uyutunlar. Rahmat. Ayminga muborak bo'lsin. Senin mi? Senin hit aymanın mübarek olsun. Koysan ki ne oya gerek olsun. Rahmat. Hammasi balam muboraklab qo'ygandan keyin sizga qoldi. Xo'sham Shamish qamar javobam mana hamma el-jutning keyinda qoldi, meni balam muboraklamang. He, oyimdan muborak bo'lsin, cho'ndamchi. Bak. Arkada. Azroq olsunmi? Voy rahmat. Ko'nglingizni nurg'iyada utilmoqchi, qo'shni bo'lib qishingizga tutilmoqchi, oyimingizni muboraklab saha kirdim, 10 kilo un bilan qutulmoqchi. Rahmat. Manga izlaringdan qizil gullar unsin, oltin tallaring omon bo'lsin. Rahmat. Mishtaq 10 kilo unni ko'tirib, o'zimni yaxshi mehribon ko'rsatib aytaver. Yaxshi, mehribon. Rost mehribonmi? Rost mehribon bo'lmay. Buncha ko'ngil bildigan kim bor bu yerda sendan boshqa? Rahmat, jinim cho'pa. Rahmat. Ben çıkan 25 yılda bir adamın bunca ko'ngil bilgini ko'rib bakmaptimi? İssil jinim cho'pam. İssil mana. Sen çoğun bulup mana. Mana emasmi? Mana çoğun bulup mana. Qeylarni haliga yetib, qeylarni yo'qlab harjili. Qaysi? Roz yetladim yo'qlab, qur'a yetladim yo'qlab rahmat sana. Rahmat. Qo'shnam cho'pam. Rahmat. Salik Shamat cho'pam. Bo'yla, malimizga uzun yil Shovjon o'g'an o'tir maktabni. Nizomiddin Chondadamning ho'ylisi. Qana o'g'lanlar yaxshimi? Yaxshi dadam cho'pam. Voy, qana cho'dada. O'g'lan yaxshimi? Salomat dadammi? Undan dadammi? Yaxshi. Ha, cho'pam sen-chi, yaxshidan sen. Aymanglar muborak bo'lsin. Rahmat. Mana Nizomiddin Chondadam. Nizom mayldagi uzun yil Shovjon o'g'an. Uyg'ur adabiyot san'atiga zo'r tuhfa qo'shgan Burgam usuli degan usulninki shu mahalladagi har qanday faoliyatlarda shuni o'rindab xalqning kulgisiga sababchi bo'lgan Chondadam. Shu Burgam usulninki naqsidan ozroq bir ariya beralasam chonda. Beralaymi? Qani, do'st, ekrandagi do'stlarga shuni ozroq bir uzundisini. Bürgem can bürgem, basma yutqanda yatur. Yutqanni içip qarsam, küzleri bakrap yatur. Bürgem can bürgem, bürgemde qarab baxsam, bürgem keçip ketipti. Bürgem can bürgem, qo'g'lab mangdim aqsidin,
Börgem can börgem. Yetti davan aşkanda. Tosav aldım maşında. Börgem can börgem. 3-4 jishtim balını bekep, qata qo'shib, hozir mana ballar degan igilik deganni tiklab. Mana cho'ng ko'fanglarni selib kichigidan. Necha yil qolgan o'sha Isqahkam Jumaxulla? Isqahkam 10 yaşında. Ha. Jumaxun 7 yaşında. İlahun 3 yaşında. Rahmat sana. Shunda bir ballarni qata qo'shib, chapa tatgan. Yaxshi opam, to'xtaqan opam bilan xatiri. Rahmet sakam rahmet. Baxtli hozir, ha? Bəxtlik olmay ballarım şundaq yaxşı durwatsa. Hozir Turmuşlar kelinlik oldu. xatircəm, həm işləri oңushluq bolwatsa, İyisi. bəxtlik olmaganda. Demek mana yanıla baxtlik çoğapamның qishida. Ba'zida sovuqlarda qo'l putlarni ushib olay, baxtlik çoğapam bilan bir parcha rasm tushib olay. Sizlar tatib piyo'linchiga o'tqinglar. Ay vay vay vay. O'g'iljoning onalari qanchalik ishchan, e? Sharman çoğapam. Quli sal ig'irroq, biroq put qo'li yenik. Barakatli çoğapam. Çoğapa? Mayaq chiqqina. Yaxshi tudama? Mübarek olsun ayımınge. Rahmet bolam. Mana. Ne? Vay. Hadi. Mübarek olsun ayımınge. Tenin salamet olsun. Nevrengi kutlu olsun nevrengi. Evet yapam. Babda anda sana şehirden bir okbarey. Şehir nevrengi kutlu olsun hem de mübareklep. Qardak irvitamsa, yüzsün dedim mübareklep nevirlerini boynundaki kahravanı biritamsa. Mandan bilemse? Mani. Eyvanım qıldı. Pişik beğenmeydi o. Evet bu sabu. Rahmet cevap ya. İrşatcan mehriban kedep yançık öğrümden seyip kalmışsın. Bütün çoğlan yoklayıp apam dadam kayıp kalmışsın. Apam dadam 60'ında işte yaşandı. Ulağı yetlik taktımızın da olsa. Mana inşallah. Ettigende naştı qilib qo'saqni to'yib turinglar. Bugundiga yet bayram navrini qo'yib turinglar, navri yoq sutini ichaverdi ana. Mayaqda sizlarga yetlik taqdim. To'xtab turinglar, yetlik. Yetliqlarni yeyinglar. Mana. Mavo. Sizni yetliqimiz. 300. Bolam rahmet. Mavo. Ay bo'ldi. Sizni yetliqimiz. Voy bo'ldi. Ilim. Voy bo'pti. Ne dadam? Rahmet ishlar ro'naq topsin. Rahmet. İşcan. Şu sumga 3 mavsumliq tilak tilaydi. Shu Oyunda xo'shalliqlarda o'ssin har biringlarni. Rahmet. 300 so'm berib 3 mavsumliq tilak tiltma deganlar bizni uyga sanlavdi mana 3 mavsum 30 mavsumliq tilakdan tilaydi 300 so'mga. Rahmet. Hammalarning bayraminglarga, etinglar muborak bo'lsin. Teninglar salomat, oilanglar xotirjam bo'lsin. Xo'sh. Yetinglarni o'tin yerish bilan qarshilayman men. Pok mehrin bilan yuksaklarga ketsin urlar.